Assalomu alaykum. Nuriddin TV kanalida yana futbol haqida gaplashamiz. Buna terma jamoalar o'yini ortda qoldi. Nihoyat endi qiziqarli, ajoyib va shiddatli o'yinlarning guvohi bo'lamiz. O'zbekiston chempionatida 29-tur uchrashuvlari o'tmoqda va hal qiluvchi chempionlik o'yinlari ketmoqda. Neftchi Qizilqum uchrashuvida Neftchiga g'alaba suv va havoday zarur. Bu uchrashuv Neftchiga navbatdagi 6-chempionlikni taqdim etadi va bu o'yinda Neftchi g'alaba qozonadi. Angliya chempionatida juda shiddatli va ajoyib o'yinlar kutmoqda bizni. Ushbu o'yinlarni ochib beradigan dastlabki uchrashuv Byornli-Chelsi uchrashuvi. Ushbu uchrashuvda Chelsea albatta Byornli ustidan g'alaba qozonadi. Bu uchrashuvda jamoalar gol urishi aniq. Navbatdagi Brighton-Brentford jamoalari uchrashuvida esa bundan da shiddatli va chiroyliroq gollar shousini kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari bu o'yinda durang qayd etilishi ehtimoli yo'q emas. Navbatdagi uchrashuv Fulham-Sunderland jamoalari o'ynaydi. Fulham-Sunderland uchrashuvida natijasi aniq, juda katta ehtimol bilan Sunderland Fulham ustida Londonda g'alaba qozonish va taslim etish ehtimoli yuqori. Bundan tashqari Liverpool Nottingham Forestni qabul qiladi. Liverpool ham xuddi Sunderland singari raqibini taslim etadi. Va yana navbatdagi uchrashuvlardan biri Manchester City mehmonda Newcastlni taslim etishi yuqori. Lekin jamoalar juda qattiq va shiddatli o'yin ko'rsatadi. Baribir Manchester Cityning ustunligi ta'minlanishi ehtimoldan xoli emas. Yana bir chiroyli o'yin Wolverhampton Crystal Palace uchrashuvida Crystal Palace'ning ko'rsatayotgan natijalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, Wolverhamptonni yengadi. Navbatdagi chempionatga o'tadigan bo'lsak, Italiya A seriyasida mana shu ikkita chiroyli o'yinlar guvohi bo'lishimiz mumkin. Fiorentina Juventusning omadsizlik sindromiga uchraganidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu uchrashuvda Juventus zo'rg'a durangga erishishi mumkin. Va yana juda ajoyib shiddatli o'yin Napoli va Atalanta jamoalarining to'qnashuviga guvoh bo'lamiz. Jamoalarning shiddatli o'yin ko'rsatishidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu o'yinda ham durang qayd etilishi ehtimoli yuqori. Biz navbatdagi o'yinga fikr bildiradigan bo'lsak, Barselona Atletik Bilbao jamoalari, ya'ni bu Ispaniya La Ligasi jamoalari va bu o'yinda Barselona zo'rg'a g'alaba qozonishi mumkin. Albatta, raqibi Barselona darvozasiga ham gol kiritishi ehtimoldan xoli emas. Germaniya Bundesligasida Bavariya Freiburgni yirik hisobda taslim etadi. Fransiya chempionatida esa albatta PSG o'z raqibini taslim etadi. Nuriddin TV kanalida mana shu fikrlari. Sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.